Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Bugun 14-dekabr 2025-yil navbatdagi savdomiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Cobalt'imiz bo'ldi. Mashinamizni yangi Ostonadan kelgan Sanatbek og'amizga sotdik. Ag'ayna kilitlari qani tabriklayman, yaxshi kunlar bo'lamining, izi kattaversin. Mashinamizning narxi 121 million bo'ldi. Naqd pulga ketdi. Sanatbek aka, nechik salonimizda tilak istaklaringiz bo'lsa ayting. Mashin ko'ngildagi deymi? Ana usta apart teshkirtdingiz. Xudo shukr, mashin ko'ngildaydi. Avtolider Bağat avtoliderdan şu naqd pul asosida savdo qildik. Roziman hammasidan. Xudo xolasa jiyana podarka bu. Jiyana podarka. Namimizdan tabriklab qo'yasiz. Bo'ldi. Yurtdoshlarga sotgan mashinamiz bir xato ko'rsatib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek 2020-yilda ishlab chiqarilgan 4 dona yumshoq balon metan gazli uстановка qilingan. Kraskalarni o'zlari teshkirtirdilar. Mashinamiz bir eshikda petno kraskalar bor edi. Boshqalar rodnoy edi. Mashinamiz 100 ming kilometr yurib turadi. Probik kraskalarni bilan teshkirtirib oldirdilar. Mashinamizning narxi 121 million bo'ldi. Kim shunday sifatli va arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bog'ot tuman Gayin ro'parasida Bog'ot avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turli avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomerlari qoldiramiz, bemalol bog'lanaverasizlar. Men saloningizda kutib qolamiz.